O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Samarqand ixtisoslashtirilgan san'at maktabi internati 1-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun quyidagi ixtisosliklar bo'yicha sinov asosida qabul e'lon qiladi. Rassomchilik, badiiy kulolchilik usta rassomi, haykaltaroshlik, badiiy ganchkor o'ymakorligi usta rassomi, liboslar dizayneri, interyer dizayneri, arxitektura dizayneri, xalq cholg'ulari ijrochiligi, fortepiano ijrochiligi. Zamonaviy sinfxonalarda mashg'ulotlar 2 smenada olib boriladi. Iqtidorli o'quvchilarga xalqaro miqyosda o'tkaziladigan ko'rik tanlovlarda qatnashish imkoniyati taqdim etiladi. Zamonaviy qurilgan yotoqxona chekka hududlardan kelgan o'quvchilar uchun o'z eshiklarini ochadi. Bitiruvchi 11-sinf o'quvchilariga o'rta maxsus ma'lumot to'g'risidagi diplom beriladi. Hujjatlar 1-iyundan 30-iyunga qadar qabul qilinadi. Manzil Juma shahri, Bibixonim ko'chasi 1-uy, mo'ljal Pastarg'om tuman elektr ta'minoti qarshisida. Telefon raqamlarimiz 91 kodi bilan 543 64 16, 90 kodi bilan 603 16 70, 90 kodi bilan 270 35 66. O'qishga marhamat.